Adamni qarzini uzish uchun qarz olib Rossiyaga uchdim. Moskvaga qo'nishim bilan xolam Telegramdan Moskvada ekansan, jiyaningni jo'natyapman, qachongacha bo'ynimizda o'tiradi, pul topsin deb yozib yuboribdilar. 3-sinfda o'qiydigan jiyanimni kutib oldim. O'zi bilan tarix o'qituvchisini ham ergashtirib ketdi. Bilsam o'qituvchisini uydan krediti bor ekan. Qarz olib shaharga yetib oldik metroda. Jiyanim yo'lda xolamga xavotir olmasliklari uchun joylashdik, ish ham topdik, $2000 deb yozib yuborgan. Buni eshitgan pochcham darrov Malibu 2 olibdi arendaga. 3 yilga bo'lib to'lashga. Qarziga pirashka olib yeb turibmiz, onam yozib qoldilar. Ish topibsan, qachonga pul jo'natasan deb. Moskvaga kelganimga 3 kun bo'lishiga qaramasdan, egnimdagi kurtkani sotdim-da, uyga pul jo'natib yubordim. Podmoskoviyadan qarzga uy oldik. Buni eshitgan tog'am qo'shnilardan qarz olib, ikkita o'g'li bilan Moskvaga uchib keldi. Kutib oldim. Ish qidirib shaharga chiqdim. Telegramdan mahalla raisi yozib qoldi shu payt. Moskvada ekansan, 1988-yilda uchratgan ilk muhabbatimni qidirib topdim. Orqasidan rasmdan tashlaganlar, ochib qarasam, Matizini mo'yka qilayotgan rasmlar. Uyga qaytsam, uyda janjal. Tog'am 3-sinf jiyanimga kartada telefonni yutqizib qo'ygan, bermagan. Qo'shnilar politsiya chaqirgandan keyin hammamizni orqaga deportatsiya qilishdi. O'zbekistonga qo'ngandan keyin bildim, tarix o'qituvchisi Moskvada qolib ketganini. Qarz olib, olib kelaman deb chiqib ketgan ekan. Hozir qarz qidirib yuribman, uni Moskvadan olib kelganini.